O'sha mashhur XSY brendidan raspakovka. Faqat men sizlar esimdan chiqibdi video olish uni ochib qo'ydim. No ichini endi ko'ramiz. Ichi hozircha mana bunaqa, hozir sizlar bilan birga buni ochib ko'ramiz. Qani nima bor ekan? Shunaqa o'rab yuboribdi. Ham Koreyadan kelgan. Yana paket. Buncha ko'p bular. Rostini aytaman sizlarga, XSY brendini faqat bitta mahsulotini ishlatib ko'rganman. To'xtanglar, so'z isboti bilan degani yaxshi-da. Mahsulot qay darajada yaxshiligini mana shundan bilsalaringiz bo'ladi. Olmagan. Nimagadir tashlamagan ekanim. Shuni men juda ham bir 3-chi yo 4-chi marta bankalarni shunaqa tugatganman va sizlarga rostini aytaman, rezultati haqiqatan zo'r. Bitta shuni ishlataman, men boshqa hech narsa ishlatmayman. Bitta shu nimanga yuzimni ancha tiniq qilib beradi. Dog'larni o'chiradi, bizga ugri chiqadimi, boshqa bo'ladimi, o'zini ham yo'qotadi, izini ham yo'qotadi. Dahshat rostdan zo'r. Hozir esa aynan XSY brendi menga sinab ko'rishim uchun juda ham ko'p mahsulotlarni yuborishibdi. Birinchisi toner. New Skin Resolution Gel Mask. Okay. Brightening Cream TXA. Yangi chiqqan kremlari va Correcting Glow Cream. Buni asalligini qanchasi tushib qolibdi faqat. So'g'a uchun juda ham zo'r variant ekan, guys. Ichida eng mashhur produktlarni tiqishibdi. Wow, shunaqa xursand bo'ldim. Raspakovkamiz shulardan iborat edi. Bular ichida ishlatmaganlarim ko'p va bularni albatta ishlatib sizlarga natijasi bilan bo'lishaman. Bu videoni esa ko'rganingiz uchun rahmat. Hammaga annyeong.